Leksiyona başlayımız, davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Yukarı leksiyanın devamı. Şunda Amerika ayrıpılalları, avamat kılları, harbiy parxotları aş etraflarda peyda oldu deyli. Endi 8. ayının 16. günü Amerika armiyasından bir tane bir bombardımançı ayrıpılanı Guam arlıdan harbiy bazadan uçup çıkıp Şarkı Denizgi Tayvan'ın şimalığı yakınlap geldi. Bir qatimda Şarkı Deniz hava müdafiası farqlandırıcı rayoniga yakınlap geldi. Bir bombardımançı ayrıpılanı seplengen 24 tane uzun musafirlik raketa hem quruqlıqdan hücum qila alaydigan hem su asti parxotiga hücum qila alaydigan raketalar idi. Etilish musafisi 1000 kilometrga boradi. Amerika armiyasının Tayvan'ın şimal ve janubida kuchli signali Jungo Kompartiyasının taqat qilish dairasidan olqib chiqib ketdi. Jungo'nun harbiy mashq qilish atalmış vatanparvarlikka tashviqot elib berishdan iborat xolos. Üstünügen dedik-ku. Tayvan'dan yiroqda Fujian o'lkasi dengiz bo'ylarida harbiy mashq maydoni qila olmayotdi. Amerika'nın xato tushunib qolishidan qo'rqyotdi. O'ylamagan yerdan Amerika armiyasi inkas qaytirish shuncha tez, shuncha kuchli bo'ldi. İki qismda Jungo armiyasi birinchi pay o'qni atmaslik to'g'risida tanbih berdi. Bir necha aydan beri Amerika armiyasi bilan do'qorishib qilishdan saqlandi. Miltiqdan o'q chiqib ketmasin deb qo'rqdi. Mushundaq ko'p alomatlardan qaraganda Amerikaning harbiy tahdidi muhim rol o'ynadi. Bundaq rol o'ynash Amerikaning tashqi siyosatida moslashib operatsiya qilish Jungo Kompartiyasining ustidan diplomatiya sohasida g'alaba qilish bo'lib hisoblandi. Biz şunu ko'rib yetdikki, bu yildan beri davlat ishlar kotibi Mike Pompeo, senator Marco Rubio'larning ilgari surishi ostida nurg'un davlatlar erkin jamiyat bilan bir safda turib, hatta bir asrdan beri betaraf turib kelayotgan Shveysariyami o'rnidan dast turib sado qaytarib, mustabid Kompartiyani, Jungo Kompartiyasini aybladi. Kompartiyaga qarshi xalqaro ittifoq asta shakillendi. Buni ham davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning dunyoning har qaysi joylarida elib borgan yetaklash xarakteriga ega faoliyatlardan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning to'pilari o'chmaydi. Bo'libmi Tayvan masalasida Amerika bilan Tayvanning munosabati texmo quyuqlashdi. 8. ayının 9. günü Amerika'nın Sayya Ministeri Tayvan'ı ziyaret kıldı. Amerika Jungo'nun Houston'daki konsulxonasini taqadi. Amerika'nın Jungo turuşluq baş elçixonasi belge markalarını o'zgartib, Jungo degan ismli xatni o'chirib etdi. Amerika'nın har xil embargo qilish siyosatlari orqa-orqada yetib keldi. Her bir qism arx ko'rinishga ega o'quvchilarni Amerikadan qo'g'lab chiqadi. Huawei shirkatini bugünlerde yildiz bilan qo'shib qo'mirib tashladi. Hong Konglik 11 nafar amaldorga embargo yuz ko'rdi. Amerikaning bunday qilayotganlari nimadan derak beradi? Jungo Kompartiyasi Amerikadan o'lgida qo'rqyotdi. Şundaqla Amerika'nı o'lgidek o'ch ko'ryotdi. Urushay desa jur'at qila olmaydi. Urushmay qurol topshirib taslim bo'lay desa buningga jur'at qila olmaydi. Nayt qudratlik bir kuch oldida Jungo Kompartiyasi ko'zi ochiq turib, iqtisodning zaiflashayotganligini ko'rib turibdi. Her qaysi davlatlarning Jungo'dan yiroqlab ketayotganligini ko'rib turibdi. Dunyodagi har qaysi ellarning hatto Jungo xalqining uyg'onganligini ko'rib turibdi. Jungo Kompartiyasining halokat yo'liga manganligini balki noiloj chorasiz holda
alaket yoluga mangalligini körüp duruvatıdır. Amerika Cüngü oturusida buluvatkan bu uruş, istitektin hali uruş, uruş kuralları yaltırmaydıgan uruş. Lekin bu uruş, Cüngü Kompartiyasını alaketki yollaydıgan, Cüngü Kompartiyasını uzul kesel parçalaydıgan uruşta.